Sen ahmoq bola nima deyapsan? Qanaqa qiz kimga uylanasan? Axir xotining bor-ku, uyatsiz. Sizlarga aytdim-ku, u bilan yashamayman. Uni yuzini ko'rishga ko'zim yo'q. Mening hayotimga aralashmanglar. Dadang bilan qanday gaplashyapsan, o'g'lim? Axir biz seni baxtingni o'ylab gapiryapmiz. Meni baxtli bo'lishimni xohlasangiz, o'zim xohlagan insonim bilan yashashga qo'yinglar unda. Bu eshitdingizmi? Qo'shnining qizam qaytib kelibdi. Er haydab yuboribdi. O'zi nimadir men bilolmadim, sevgi nima ekan. Qizim, ko'p o'ylama. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Onajon, erimda ham ayb yo'q. Uning ham o'z orzulari bor. Tirishsam ham chetda qolmadim.